Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammalarning xabari bor. Tunugunning yog'imishi top-toplarda iliqa raisinash, mustaqillik to'g'risida raisinash bir faoliyatga qarshi qo'zg'olon ko'targandek bir ish olib ketibdi. Ancha-muncha fikrlarimizni qo'yib qo'ydik, lekin u yetarli emas. Shunga ayrim bir gap qilib qo'yay dedim qarindoshlar. O'zimning fikri ham bu. Bu raisinash qanday paydo bo'ldi? Desanglar qarindoshlar, buni zamonasida Xitoy ilhom to'xtini Uyg'urlarningki rayni sinab baq, mustaqillik deydig'ini qancha, avtonomiya deydig'ini qancha debtikanmishlar. İlham to'xti u ishni qilibtikanmishlar. Bir az to'la odamlarni yig'ib 12% adam mustaqil deydigan bo'lib, 80% adam mustaqil demaydigan bo'lib chiqibtikanmishlar. Aşında iş bizning vatanda bo'lamdi. Xitoy shunda ishni qiling demdi. Bu yolg'on ishda bu. Ammo shuni ko'tarib chiqib, chet eldagi bizningki Uyg'ur inson huquqchilar dasmiy qilib, davlatlarga shuni ko'rsatib, biz yuksak avtonomiya olamiz Xitoydan. Mana bizning xalqning irodasi deb shuni ko'rsatdiki. Chet elliklar shuni debdi. Shuni degandikin, unda qanday qilamiz? Raisni taqanglasizlarmi? Degan bir gaplar bor bu yerda. Shunga mustaqillik deydiganlar meyaga imzo olsin, avtonomiya deydiganlar meyaga imzo olsin deb bu raisnash faoliyatini ippagan gap. Buningga bu yerda qarshi chiqibdi. Sen mustaqillik deydigan gapni qilasanmi bu yerda deb, nima uchun qanday odamlar bundan qarshi chiqyotidi deganda, men hozir bir-birlab bularningki ism sharaflaridan tortib deb beray. Eng boshda ismini demay, bu yoqniki yeshi cho'ng bo'lganlikdan 80 yoshlarga kirib qolgan bir odam mushu gapni ko'tarib chiqib qarshi turibdi. Sen muşunda müstakillik demsen, dep. Endi bizim konularda bir gap var. Konularda bir gap var. Peshonangni silvat deydigan. Yana birisi ishqaldi stili isig'liq. Yo'g'on taqtayda indigenous deb. Buningga qarshi bo'ladi. Bu yoqqa chiq gap qilmay, o'zi bilib olsin qog'inni. İkinci Ablacan Leylineman Efendi. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi degan partiyani qurg'ani 3 yil 7 kun bo'ldi bugun. Depte oppak. Hiç nima yo'q shuning yog'i. O'zi ashu sirgundi hukumatida 10 necha yil ishlagan. Voy nima ish chiqardingiz bu hukumatdan desam, o'z og'zi bilan men istifa berib chiqatdim dedi. Hozir o'ttirliqda vaqtliq hukumat quraman deb shapashlab yuriydi. Onun üstüge bultu ilaqi indigenous gap sözleri çıkan çağda şu çağda mı şifade bildiriş bir faaliyeti oturuğa koyulgan. Şu çağda bu Ablacan Efendi nim degen desek, Uygur'unu degen bolsa şifade bildirgen bolsak boladı. Bir yere Kazak Kırgızlarını koşup yaptı. Şu an şifade bildirmeyimiz, şifade bildirmenler dep karşı doğan. Onun kaynidan aşu indigenous qurultayıga qarşı 10 ming adam imza atgan tursa, şu 10 ming adamning qarshısida turib indigenous qurultayının kuchga verib
oturab, ta'lim tarbiyani ilib kelib, yo'l yo'riqlarni ilib kelib, bu hukumat quraman deb shiriydi bu yerda. Bir hukumatdan istifa berib chiqayotgan odam qandoqlar uchun hukumat qurdi? Uning ustiga bu necha yilning oldida davlat davosini millat davosiga tushadi, millat davosini inson huquq davosiga tushadi. Men bir Sharqi Turkistonlik Uyg'ur bo'lish sifatim bilan buningga qattiq norozilik bildiraman degan. Lekin o'zi u gapiga xilop holda bu indigenistlarning quchqiga urib o'tadi. Endi biz yil ma raisnashga kelsak, mustaqillik deydigan raisnashga kelsak, bu yerda nima deydi? Uyg'urlar qo'l qo'ysin degan gap emasmi? Bu Uyg'urlar qo'l qo'ysin debdi. Deb bu yerda aynakdan putak izlagandek putak izlab qopapti. Buldi qozoq qirg'izni qo'shyapti, Uyg'ur degan bo'lsa men qo'l qo'yatdim, isbot bildiratdim dedi. Biz yil Uyg'urni debdi, men unda mustaqil degan yerga kelmayman deb to'sapti. Texi xoin poyin degan gaplari bor ekan. Endi xoinlik o'zingizdan aylansin-da. Nimishga desiniz, shu xalqni indigenist qilib etgan, davlat quranmaydigan, davlat qurib baxmagan yerga ekib qo'yganlar ne xoin. Siz xoinni tanimay, boshqa odamlarni xoin deb yuribsiz. Bu gapingizni o'zingizga qaytarib beray, o'zingiz ishilting. Aşu indigenist qurultaydan yo'l yo'riq ilib, bu sürgünde hükümetke qarşı bir vaqtliq hükümet qurmoqchi o. Yılqı ağzıda 6 olub ketdi, bu hükümet 7 olub ketdi deydi. Bu 8-sini quramdiki tang mustaqillikka müşuna qarşı bo'lib chiqibdi. Bunun ağızdaki mustaqillik qanday mustaqillik ki tang? Yalğanda. Gapni yig'ib deydi. Yana birisi Hacı Qutluk Qadiri. Hacı Qutluk Qadiri zamanında Pakistanlarda bilim aşıgan okugan deyli. Pakistan'da turayotgan o'quvchilarni, bizning vatandan chiqib o'qib turayotgan o'quvchilarni, savdogarlarni, hatto aşı Pakistandagi Xitoy konsulida ishlaydigan Uyg'urlardan tortib yug'ishtiradigan Xitoylar bir harakatni ippamoqchi bo'ptikan, bilib qolganlar u yoq bu yoqqa tezib qochibdi. Hacı Qutluk Urumchida bo'pti shu chaqda. Xotirjam. Onun keyindan bir zamondan keyin Yaponiyadan unib chiqibdi. Radio Free Ashaga ishlabdi bir mezgil. 7 xoinni deyman deb 3-ni debdi, 4-ni qolgan 4-ni demabdi. Xalq ichida manda bir gap bor, bu to'g'riliq. 4-ni degan bo'lsa, o'zi chetilib qoladi. Shunashqa qolgan 4-ni demay yutibetdi. Degan gap bor. Bu o'zi uqamdi, uni uqmamdi, uqmadik. Bu kamgacha bu gaplarni deb o'tamagan o'tirdi. Chunki bu ablaqdan ablaq silib mustaqil deganlarni tillab ketibdi emasmi tunugun. Shunashqa bu gapni deb soldik. Yana birisi bultu, ya'ni 2022-yili 5-oyninki 20-liriga deyman. Türkiye İstanbul'da Muşu Uygur Hürriyet Mumbiri degan bir Uyg'urlarning tashkiloti, yana bir Türk tashkiloti bilan birlashib bir yig'in ochgan bir ahvol bor. Shu yig'inga bu Hacı Qutluk Qadiri qatnashgan. Yig'indan sirtida bir necha yildan bir yerda o'taganda nima debdi? Ey qarindoshlar, ey musulmon qarindoshlar,
Uyghur musulmonlari ma gapni anglanglar, ha? Hacı Qutlug' Qodiriy shu yerda bir necha odam o'tag'an yerda vatanni qurol bilan olmasa og'nolmaydi. Ammo qurolliq kurashni islomchilar qiladi. Vatanni qo'lga olgandan keyin ularning qo'ng'a tepish kerak degan gapni Hacı Qutlug' Qodiriy qilgan gap shu yerda. Bu odamni nima deymiz? Bayqa ablaq deb haqlarni tillabdi-ku, shu gapni o'ziga qaytarib beraylik buni. İslamçılardan paydalanıp maqsadga yetgandan keyin qo'ng'i tepamiz debdi. Shunashqa bayqa ablaq degan gapni o'ziga qaytarib beraylik. O'zi singara olamdi, shu gapni singara olmamdi. Ve azim qilib baqsin. Hacı Qutlug' to'g'riliq boshunchalik deyli. Mustaqillik to'g'risiga shunda qarash turibdi. Bumi iliqi indigenizlar to'g'riliq hech nima demedi. Natijani yaqin debmi baqmadi. Hozir ya'ni shularni qo'g'digan yosunda ma mustaqil deydigan Mao raisnashqa qarshi gap qilibdi. Ma suratda bo'lsa, mana qarindoshlar, Hacı Qutlug'ning Sharq Turkiston mustaqil bo'lmaydi degan Ahmad Ismoil bilan billa eshat qilayotgan yeri. Yana birsi Hamid Nasriddin. Hamid Nasriddin bo'lsa, hammanglar bilisizlar, hadis inkarchisi. Eshak go'shtini ham yeyman deydigan odamning birisi. Onun üstüge London'da o indigenous kurultuyu sotaştık deb yağan sottan birini içip Ozajinisi 12. ayının 9. günü sotның kararı çıkıdı ki dese o gününü bayram kılımız degen Hamid Nasriddin şu o sottan nemi hükümler çıkıdı demey. Qaysi günü G'ulom efendi o to'g'riliq qanda hükümlerinin chiqqanligi to'g'risida bir video ishlab o'tirib qo'ydi. Shundan anglayasanglar bo'ldi qarindoshlar. Endi bu Hamid Nasriddin har jihatdan va xalqni o'ynayotdi. Din jihatdan o'ynaydi, yana bir jihatdan aqlliq men deb gap qiladi. Masalan, shunchalar dinni bilsangiz, o bir başka bir tertibi bilen bir mesih tartışını bilemsiz dese bilmeydi. Bu Hamid Nasriddin to'g'riliq mashinchilik qilib qo'yay. Onun kaydidan nemining gapimni qulqimga tushib qoldi. Erkin Tikas'ni hammalar bilsizlar qardoshlar. Kanada'da turdi. 30 yıl bo'lay deb Kanadaga chiqqani 98-yili bir qatam namoyishga chiqibdi. 2013-yil vatanga berib paltikayakisini qaqtirib kelgan ekan bu. 2008-yili buning bir aksi var vatanda. Abdulhamid Shogurosh deymiz. Abdulhamid Xolis Hojim degan. Bu misol bir umdan ish qilgan odam o'z vaqtida. Xolis punkti ichib o'qanmagan o'quvchilarga yordam qilib, ashuna qilib yurgan. Endi o'zining yendiki pullar yordam qilmaydi-ku, o xolis punkti deganga xalqlar pul berdi. Ammo yomon qilgan yeri xalqlarningki bergan pulini shu o'qanmagan o'quvchilarga beribdi, lekin o tizimlikni xalqning pul bergan tizimlikni Xitoyga topshirib berib, 1000 yuan yordam qilgan odam 5000 yuan jarima to'lagan gap oxirida. Endi bu Abdulhamid Shogurosh 2008-yili Chunchindi yer davlab ketgan chaqda Qashqarda yo'g'on bir misqazonni yasib olib bir tonna guruch silib 15 odam o qozonning cho'risida aylanib yurib o polani o'rib
pishirib aşı Xitoylardan hal so'rabdi ki bu. 2009 yılı yani şu kazanını Ürümçi'ye ekilip bizning qarindoshlarimizni ya'ni 7 ayning 5 2009 yil 7 ayning 5 6 qirib o'tgan Xitoyning saqchi harbiylariga 12 qo'yni so'yab ve şu 7 ayning 6 7 8 12 qo'yni so'yab 1-2 kun ichida polaytib berib tashlagan. Al so'rab. Mana maşındaq. Bu erkin tekas özlük kesek, zadi canları bilen, malları bilen, balları bilen bu indigenous kurultayıga işleydi. Hatta boyga yetken kızını mı Germaniyaga indigenous kurultayıga hizmet kıldığına yolu sap koygan erkin tekas şu. Endi yana qalgan bir insanlar varken gap yorultup jürüptü olanın ismilerini demey. Ulardan qo'rqib ketmadim endi. O'shini tip qilishim mumkin. Ba'zilarining ismini bilmaydi ekanman, ba'zilarining ismini bilman. Ma'naviyat demay turay. Bularmi bu mustaqillik deganga qarshi chiqibdi. Mustaqillik degan bir chekitga manda qo'lni tekkizib qo'yishdan qichib ashunchalar gaplarni qilib o'tirg'i chiqdi. O'shani tepish kerak bo'larmi? O'shani topmasa, ertaga xalqdan davosni yeydi. Hozir bu indigenous qurultayini qo'g'dayman deb bu mustaqil degan ishga qarshi chiqyotdi-da bular. Sen bilarman bo'lsang, aqlli bo'lsang, tarixchi bo'lsang, ma Uyg'urni davlat qurolmaydigan qilib qo'ygan ma ablaqlarga gap qilmamsa, u ablaqlarning chapında ta'liniman deb yoki bo'lmasa povotqini ko'taraman deb bu mustaqillik uchun ippagan raisnashqa mushunchilar qarshi turamsa haq deydigan yeriga kelib qoldi-da. Shunga ovozim qattiqroq chiqib ketgan bo'lsa-mu, ko'pchilik jamoat kechiringlar, bular mushunda deganlik uchun men bu gapni qildim. Ularning gaplarini anglagansizlar, gaplar egisini topsin, yo'llab qo'yinglar. Haqqasinglarga rahmat.